Baş xi. O'tira xi. Ulanma xi. Yalğız xi. Babamdan xarcınıdan xarlı çıktı, xarızın yançıqığı asta tıktı. Aşxanada aş iter, apam bilen hedemler. Yalap yürer tilini, korsqa aç biğemler. Çokkadanla bak çıkadı asta asta, keyin oğru gıcıvaldı toydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Daraxt şoxlari usulga tushdi. Xat. Şah. Mahqa şanı qoysak naqşa buludu. Nax. Naqşa. Xiga mirni qoysak ximir buludu. Mir. Ximir. Xuşqa xoyni qoysak xushxo'y buludu. Xush. Xushxo'y. Hamid. Neman. Xaman. Tap. Tapti. Hamid Xaman tapti. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqqa: "Endi sen mi çoğup qaldың? Bu yil maktabga berimam. Ürgünüş qiladigan ayrim hocam bo'lmasa bo'lmas. Şunu biz ormanlıktan daraxt kesip gelip, kengri öy yasap, şu öyde turaylı." debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar diqsirib chechaklagan ekan. Buni ko'rib, Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qopdi. Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürida yashab yeribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar Eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi.